Navbatda mashinamiz Dubayda chempion gibrid mashinasi. Moylarni almashtirib beryapmiz. Gibridda moy qolmagan. Mana oxirigacha botiramiz. Umuman moy yo'q. E'tiborli bo'linglar. Akamizga Shell amerikanskiy 0.2 moylar qo'yib beryapmiz. Filtrlar mana o'zining maxsus filtrlari. Moylarni qo'yib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Mana moylar normaga chiqib keldi. Cho'tqishib qo'ydi moylarini. Vaziflar ko'rib beryapmiz. Filtrlar ahvoli mana. Moylarni almashtirib bo'ldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizlar aloqadamiz.